o'z kabinetlarida, xonalarida o'tirgan joylarida bundan 1000 yil oldin Yevropadan keyin, okeandan keyin qit'a bor, yer bor deb turib Amerikani kashf etgan bizning bobomiz Abu Rayhon Muhammad Beruniy Amerikadagi O'zbekiston bosh elchixonasini oldida turibdi va yana bitta qisqa faktni aytaman. Amerikada, Washingtonda islom dunyosini ulamosini birinchi va yagona siymosi, byusti mana shu bo'ladi. Yo'q boshqa hech kim Amerikada, Washingtonda. Amerikaliklar bilishi uchun hammasini ingliz tilida North and South America hammasini tushuntirib yozib qo'yilgan. Bu yerga amerikaliklar kelganda albatta bu haqida ma'lumot olishadi. Bu esa mashinalarimiz va xudo xolasa safarimiz davom etadi. Olg'a